Assalomu alaykum, Buyuk Vodiy kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, bugungi mavzuyimiz granula seriyasi haqida bo'ladi. Granula seriyasini chiqarish, stanolarni qayerdan olsa bo'ladi, hamma ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarimiz, videolarimiz, muomalalarimiz yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosib, obunalar bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qani unda videoda olishda davom etamiz. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor. Do'stlar, bugungi mavzuyimiz granula ishlab chiqarish haqida bo'ladi. Muhammad Yusuf degan akamiz anchadan beri ishlab chiqarar ekan. Muhammad Yusuf aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Ishlarni qilyapsizmi aka? Bu endi bu biznes boshlanishiga qancha pul bilan boshlasa bo'ladi aka? Yo'q, rasxodi, puli. Yo'q, xomashyomi yo apparatmi? Xomashyo yo apparat bilan endi maks eng minimum pulini aytaveraylik. $4,500. $4,500 pul ketadi. Boshlasangiz bo'laveradi. Mahsulot olasiz 2 tonna. 5,000 dan olasiz, 10,000 dan sotasiz. Xaridorlar seroq. Xaridorlarga? Ishlash tizimi o'ta oson. Bir kishi 2 kishi qiladigan ish. Drablika qiladi, yuvadi, bunga tashlaydi. Bu mahsulotni 5,000 5,000, 5,500 olasiz. 5,000, 5,500 dan olasiz. Yuvasiz. 6,000 dan tushadi sizga yuvib tozalagandan keyin drablika qilasiz. Drablika qilib yuvib tozalagandan keyin 10,000 dan sotasiz. 10,000 dan sotasiz. Xaridorlari bor, seroq. Umuman haliginaqa chiqib turib qolmaydi-a? Yo'q, unaqa emas. Sezoni ham yo'q-a aka bu? Yo'q, qishin yozin. Qishin yozin ketaveradi. Qishin yozin bor. Apparatlar nechi pul aka bu apparat? Apparatlarni $4,500 bilan boshlasa bo'laveradi debchi arzon aytmadingiz. Bu apparat nechi pul aka, mana shu apparat? Mana shu apparat 5,000, 5,500 mana shu apparatimiz. Bu shu granula bilan drablika shunaqa 5,000, 5,500 atrofiga to'xtaydi. Uni nargilari ham riska bir ichida hammasi. Hammasi ichida 3 ta apparat bor ekan do'stlar. Bu drablika apparatni bu yerda ko'rsatib o'taman. Bu mana shu granula. Granula chiqaradigan. Naryoqda qirqiydigan apparati ham bor ekan. Reska deydi ekan uni nomini. O'sha hammasi bo'lib 5,500 ketadi. 5,500 ketadi. Tushunarli. Xo'p. Yana nimalar haqida bu biznes bilan yaxshi daromad qilsa bo'ladimi aka? Albatta, yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Endi ishlashga bog'liq-da. Ishlashga ham bog'liq. Kuniga 1 tonna, 1,5 tonna ishlasangiz bo'ladi-da. Oson. Misol 2 kishi qiladigan shu 5-6 kishini talab qilmaydi. Mana akalar o'zi mana boshlang'ich jarayoni mana. Aka qo'lda ham ushlab ekan shunday. Ne olib olar ekanda olib kelar ekanda qirqiydiganda boshi yaxshi bo'lmaydi. Kuyni solar ekanda uyi ketdi, mana ish jarayoni ketyapti. Mana g'irralatib olyapti, ko'ryapsizmi? Bu yerdan tinmay tushib turar ekan, tortib o'zi mana qilib bu yerdan ketaverar ekan mana qachon. Mana akalar ish jarayoni. Bu yerdan granula solinar ekanda, yo'q, granula emas. Xomashyo solinar ekan bu yerda mana. Bu yerdan o'tib mayaga tushar ekanda, bu yerga tushgandan keyin mayadan bu yerda ham motor bo'lar ekan. Mayadan chiqib turib, suvga tushib turib, mana qanaqasi ham qo'yib qo'yishgan ekan. Kelar ekanda mana unda kesilar ekan. Mana yoqqa tushaverar ekan. Kestirroq ekan. Hali suv bo'lar ekan, unaqa suv bo'lmayotganlik. Mana kimgadir shu biznes qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu apparat drablika qilar ekan, mana qilib mana shu drablika qilar ekanda, mana shu drablkasini keyin mana uni ustiga, mana ichiga solinar ekanda, davom etaverar ekan. Mana shu plastmassalarni mana shu narsa drablika qilar ekan. Xo'p. Mana apparat ishlashi endi shovqinligiga e'tibor bermasdan. Mana ish jarayoni. Suvda ketyapti, bunday kelib
tushaverar ekan. Kimgadir shu biznesga kerak bo'lsa, granula kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerini qoldiraman akani. Videolarim ma'qul kelib, foydali bo'lgan bo'lsa, layklarni bosib, obuna bo'lishlarni unutmanglar do'stlar. Akalarimizni ishdan qo'ymayman-da. Bugungi videomiz shu yergacha bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.